Mana shu komplekt apparatimiz sotiladi. Bu yerda mana mikrofonlator, ikkita mana monitor pazdushkasi ham bor. Bir chekkadan boshlasak, pazdushkamizda 22-26 dinamigimiz bor. Nizda ham zakonni beradi. Bu yerda oddiy driver turibdi 250 talik. Pastimizda mana nizimiz SD 1000 talik original. Tepada saskada ikkita RCF 600 wattdan har bittasi, tepada vampimiz 750 talik driverimiz. Mana buni ikkinchi portali, ikkita monitor. Turishi полностью komplekt. Endi bu yerga 100 litrimizga kelsak, 100 litrimiz 16 kanalli mikki turibdi. Pastda mana ikkita equalizer turibdi. Bitta Xitoy narsa yo'q, DOT amerikanskiy. Pastda mana impulsli 1200 talik 100 litrimiz, pastda 3000 talik. Endi bu yerda joy sostavka ayniqsa juda zo'r narsa. Bu yerda har bitta dinamiklarimiz отдельно ketadi signal. Niz отдельно, средний отдельно. Hozir bir zvukini eshitib ko'ramiz mana hozir.